Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. O'rta Osiyo Cumhuriyetlerinde yaşaydigan Uyg'ur qarindoshlarım, hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. O'rta Osiyoda yaşaydigan Uyg'urlarni aslida orijinal vatani Sharq Turkiston bo'lganligi uchun Sharq Turkistonlik hisoblanadi. Lekin ular bizni demayapsan deb ko'ngli yerim bo'libdi ekan, shunga alayda atab o'tdim. İstihbarat savatlari 3-ni başlashdan burun bir az shaxsiy paran qilib vaqtingni olaman. Buning uchun kechiringlar. Mevlana'nın bir sözünü o'qib qoldim yaqinda. Sözünün kuchi qarashingdagining tushangani qadar debdi Mevlana. Bu gap meni sal ensirtishga boshladi. Men o'zimcha yo'g'on gaplarni qildim desammi, bek kuchli so'zlayapman desammi, anglag'uvchilar uning 50%ni tushunsa, so'zimning kuchi 50% ojizlashadi degan gap ekan. Qarindoshlar, menga xat yozib bilginglar keladigan, o'zinglar ma'lum saviyada tushunadigan temalarni talab qilsanglar yaxshi bo'ladi. Ama bazı talablar bo'lsa-mu, o'tirda javob bergudek darajada muhim emas. Hatta bir jumla bilan javob berilganlikdan bu yerga so'rab chiqishni to'g'ri topmadim. Yaqinda bir kitob o'qidim. So'roqlash texnikasi deydigan. Ya'ni savol so'rash texnikasi deydigan kitob. Tarjimasi shunaqa qaraldi. Buningda savol so'rashga oid ulug'larning birmuncha aqliyalari bor ekan. Shularni yozib olgandim, sizlarga deb berayim. Savol so'raydiganlar. Aqlli kishining savollari javobning yerimini o'z ichiga oladi. Debdi Si Ibn Gabirul. Bir kishining chechen yoki emasligini javoblaridan bilalaysiz. Onun bilimlik yoki emasligini savollariga qarab deb beralaysiz. Najib Mahfuz. Bilimlik bo'lishning yegona ochqichi davomli savol so'ramoqdir. Peter Abelard. İlmiy bir javob istasang, aqllarcha savol so'rashing kerak. Giyoti. Savolmi bilimdan tug'iladi, javobmi? Mevlana. Bularda şunu sezdimki, bunu belki sizlarni his qildinglar, shuni men depotamsam bo'ladi. Qarindoshlarim, umuman savollaringlar meni bekli ümidsizlantirmoqda. Acaba men 50 yil balda o'tirib chiqib qoldimmi nima deb o'ylab qolaman. Shunisi mushu holatda menilsa 50 yildan keyinmi ancha ko'p o'zgarib ketmaydiganligimizmi ko'rinib turibdi. Qarindoshlarga ko'p qatim ta'kidladim, bilimlik bo'lishning yo'li o'qimoq. Quloqdan bo'lmaydi deb. Bir turk tamsili bor ekan, menga bek yaradi. Qarab o'rgangili bo'ladigan bo'lsa, mushuk qassob bo'lgan bo'ladi. Demak, mushuk go'shtning ishtiyaqida 10 yil qarab o'ltasimi qassobqa yanada qassob bo'lolmaydi. Buni hammaylar jazmlashtira olamiz. Nima uchun quloqdan molla bo'lgan bo'lmaydiganligiga uncha ishonmaymiz? Yana hali kitobda shunday so'zlarni o'qidim. Tushunaladigan bek az bo'ladi. Ammo har kim fikrgisi bo'lishni orzulaydi. Yani her kim o'zini bilimlik ko'rsatishga aldiraydi. Bu insondagi bir tug'ma intilish. İnsanlar uchun o'lmak o'ylashdan oson. Yani fikr qilishga o kadar o'rin demoqchi insonlarni. O'lishni uningdan asarroq
hesaplaydı kendi. Schopenhauer'ın gibi bu. Bu üstülük ismi Schopenhauer'ın gibi. İnsanlar umumi jihatdan qabul qilinganligiga ishontirilgan bir fikrni naqadar ahmoqona bo'lsa-bo'lsin, osonla meningsiydi. Agar o'tirda qabul qilingan bir fikr bo'lsa, ko'pchilik tarafidan qabul qilingan, osonla meningsiydi ki. Hatto bu fikrning qanchalik ahmoqonaligiga qaramaydi ekanda. Asallı meningsiydi dedikmi? Uningdan keyin qanday bo'ladi? İnsanlar bir qitim qaror oldimi, bo'ldi. Qarorlarining xato ekanligiga doir nihoyat kuchli dalillarga duch kelgan taqdirdami, qarorlarini o'zgartirishni hech xohlamaydi. Sutherland. Üstedikisi insanlar umumi jihatdan qabul qilinganligiga ishontirilgan bir fikrni naqadar ahmoqona bo'lsa-bo'lsin, osonla meningsiydi degani Schopenhauer'ning ashining natijasida kelib chiqadigan ishga berilgan ta'bir Sutherland. Men buni ko'p qatim dedim qarindoshlarga. Bu qaror olgandan keyin o'zgartmasligimizning sababi yengilganligimizni e'tirof qilganlik bo'lib qolgan bo'lg'achqa, buningga o'lsakmi qiyolmaymiz. Xato tanlab qolganligimizni e'tirof qilish yengilganlik bo'ladi. Yengilganlikni e'tirof qilish, qarshi tarafdagi raqobatchimizdan yengilish, o'lgandimi battar. Munofiq bo'lib ketishga yaraydigan gapki, hargiz o'zining sifidagi bir sabtishi bilan bo'lgan fikr talashida yengilishni qabul qilmaydigan gap. İnsan mana shunday ahmoqona. Buni men ko'p qatim deb o'tdim. Suyimlik millatim shaxs sifatida to'liq nafratlik bo'lgan millatim. Ommaviy torbatlarda aloqa vositalarida o'tirib olib, vatanparvarlik qilish, bilimni shu yerda hosil qilish bilan zavolimizni tiziltiryapmiz. Zavolimiz tizlayotdi, yo'qolishimiz tizlashyapti qarindoshlar. Hozirgacha biz ish degan nima? Bu savolga to'g'ri javob topolmayapmiz hech. Nimani ishlaymiz? Bunga men ko'p qatim ta'bir berdim, lekin nurg'un odamlar buni anglagan unumadi. Bugun yana bir qatim amaliy bir misol bilan buni anglatishga tirishib baqaman. Cheniqishdagi hayotimda bo'lgan bir ish bu. Mening hali jiq hunarlarim bor normalda. Men tomchi, yog'ochchi, shundaqla qanaltir ustasi. Ya'ni qanaltirdan chilak, dos, jumbil qasqan so'qadigan. Cheniqish maydonimizning chilaklari, kanaylari, jumbil qasqanlari eskib ketganlikdan boshliq mana sening yurtingda, mahallangda qanaltirchi usta bo'lsa, mayli tuqqanlaring bo'lsin, mayli birini chaqirib chiqsa, biz shuni remontlasak dedi. Bu yaxshi gap ekan deb men o'zimlam qanaltirchi dedim. Ta'sirroq ish endi, chunki men hamma narni men qiladigan bo'lg'achqa bu u qadar jiq hunarni qanday biladi bu deb qoldi o'g'ay. Rost dedim, men qila olayman dedim. Chunki etizdagi emgakka qaraganda pish-pishab topda etizda ishlaydigan o ig'ir emgakdan qanaltirchilik qilaman desam, bir 10 kun, 15 kun bo'lsa-mu, uyning ichida soyda o'tirdigan shu o'g'achqa. Buni qo'ldan bergim kelmadi. Anda o saymonlarini ep chiq deb mana 3 kunlik ruxsat berdi. Araliqimiz 100 kilometr. Cheniqayotgan yerimiz Qarjul. Uyga ketib saymonlarimni ep chiqdim.
ustalıkımni ko'rsataman deb g'alati bo'lib ish qilib ketibdiman. Bu ish tugab qolgudek turdi, nihoyat tez 5-6 kunda. Unda tugab qolsa men yana etizga chiqib ishlayman. Bu haftada 50 metr eriq chopadigan ish. Yoki qir soladigan ish. Shuni to'xtab buni bir az so'zay bu ishni deb o'ylab, bilisizlar Kanal Tırçıl'ın en asaslı 3 saymını oldu. 4 qirliq lom, yağaç bolqa ve Kanal Tırkisi degan qayça. Lomga tüglenmegen çilektin birini ötküzüp qo'yap, urun üstelde oturup edip, yağaç bolqa bilen uningga urib qo'yap, o'tirib kun ötküzdigan boldim. Yerim kun aşında ötküzüp bitip, endi qaga yerim kunda ish qiladi. Taladan anlığanlarga tarang qiga avaz anglangan ekan. Uni meni ish qilyapti deb o'ylaydi. Men yataqti qilaman ishni. O tarang anlığanlar atrofdagi ishlayotganlar ya u yon bu yoq o'tganlar meni ishlayapti deb o'ylaydi. Shundaqqa tabiiy holda. Ama etigenden muş tushqicha nima ish qilding desa, o'tirdi ish yo'q. Shunday bo'ladi-ku deyman. Ish yo'q. Chunki ish qilsa bir inson. Masalan, men ish qilgan bo'lsam, bir chilek tutadi shu arada. Bu chilek qanchalik yaramas chilek bo'lsin, sifatsiz, kağ kelmaydigan, aql tilishdan boshqa yaramaydigan chilek bo'lsin, o'tirdi bir chilek bor. Bir mahsulot bor. Ish degan mana bunda bo'ldi. Gerçi o işimga yaramasimi, o'tirdi va ish qildim deyishga bir isbot bor. Uni biz ish qilmadim deyolmaymiz u vaqtda. Chilakni ko'rgandan keyin. Bu ish qilibdi. Biroq o'nagi be xam ekan, shunlashqa bu qilgan ishi bizga yaramaydi ekan deyaleymiz. Ama ish qilmadi deyolmaymiz. Bunun hammangiz qo'shilasizlar menimcha. Mening bu gapimga qo'shilasizlar. O'tirdi bir mahsulot bo'lganligi uchun ishlab chiqilgan. Uni ish qilmading deyolmaymiz. Faqat kasb ham ekansa, bir mezgil o'rganmasan, sening qo'lingdan chiqqan bu narsa bilan ish bitmaydi deyishimiz mumkin. Ammo haliqi menga o'xshash tuglanmaganchilikni lomga o'tkazib olib, yog'och bolqa bilan darang'ishib o'ttirsa, hech qilmasa, faqat davron chiqadi talaga o'tirdi, mas'uliyat borliq kelmaydi. Mening demoqchi bo'lganim bu. Agar yuqorqi ta'birga qo'shilsanglar, undaqda bizning yurtdashidagi 60-70 yillik da'vo deyilgan harakatimizni kuzatsak, shuni bayqaymizki, taranşıgan ovoz bor. Ya'ni liderlarning zaman gizitga besib qolgan rasmlari. Bu faqat reklamchilikdir. Qarindoshlar. Xulosa shuki, o'tirdi ish qilayotganlar yo'q. Qilingan bir ishmi yo'q. Hatto ba'zi ta'tir ishlar. Ta'tirga kelgan vaqtda qaq kelmaydigan chilek bo'lsa mayli, unda aql ta'sim bo'ldi, suvag'ini olmagan bilan. Ammo ma ta'tir ishlar ishni hamiga yondirib yotdi. Menimcha shunchalik desak yetarli bo'ladi. Endi mushu 50-60 yillik da'vo deganning oxirgi paytlariga kelganda, keyingi yillarda bir qism ishlar bor. Bu da'vochilarga pek aloqasi yo'q. Masalan, ona til kursi ochib, bola o'qitish. Buningdan bir mahsulot chiqadi. İş degan bunda ashuna bo'ldi. Ya'ni
chet elda tug'ilib cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, ona tilini biladigan bir avlod da'voning izbosari paydo bo'ldi o'tirdi. Mana bu ishning natijasi bu. İşlerden birisi bu. Netice çıkıdı bundan. İnandan göre meningmiş kapışışlarım bekrak iş. Çünkü bu ne ölgenden kim mi kalıdı oturdu. Ve zaman zaman anlıqısı gelgelige küçükken olası mı akıl yürüdü. Tecrübe savakның yekunlari var bununda. Dava hareketindeki tecrübelerinin, savaklarının yekunlari var. Ve onundan aşman davasından da oldu ki. Degen küçükken olası mı bir akıl tapadı. Ben ölgenden ki mi kalıdı bu benim aklımda. Şundaklaş kitaplımı kalıdı. 1000 yıllap yaşaydı. Bana az kaldı ama onu 1000 yıllap yaşaydı. Bir iz. İşlegendim bunlar bir netice çıkıdı. Manamda sizlerle iş, paloncu iş kılıvatıdı, iş degen işini ölçem var. Bir resmi düşse bir gizli besildi. Kalendarının varıqı birine örülse tegide kalıdı o. Onundan hiç izna kalmaydı. Bu milletke hiç nesige faydası yok onun. Aşı adamның resmi o. O paloncu iş kıldı degen bir bat. Şoňlaşqa bunda näsiligi yanala gol boladigan bolsaňlar akmaydy bu iş. O dawany anlatyp atady. Ya 50-60 ýyldan beri anlatyp atymyz. 50-60 ýyldan beri dawa anlatymyz diýdigan bir gepimiz var. Haq anlygyny unumaydy. Çünki haqnyň işigi kelmese anlamaydy onu. İşigi kelse bizden ýaxşyrak bilidi olar. Şirket kalsa bir günün içinde. Türkiye'de bu dava 50. yıllardan tartıp bugünkçe anlatıp Türkiye anlap bulanmagan bolsa demek başka yer anlatkan olmaydı. Şuna bunda quruq geplerini iş dep aladigan tunuşni özgertmek lazım. Bu qaynap qalışımğa bazı işli sebep bolganlykdan qaynap qaldım. Endi mavzumuzga kelamiz. İstihbarat savatlarynyň üçüncüsü. Bir istihbaratçı bolup süptide birinci vazife nurgun kişi ve vakalarını täsir geçirdigan jasusluk hayatynyň zörüriyetleri hakkında eniq düşünce hasyl kılışınız gerek. Zürüriyetler hakkında. Çünkü şu minutdan başlap hayatınız bir mahfiyet yopuqının astyda vatan milletinizning menfaati üçün hizmet qilish bilaydi. Mahfiyet yopuqının astyda. Bu muhimi birinci orunda turdigan iş istihbarat mahfiyet demekdir. Hiç narsa aşkar kılınmaydı. En yakın tuqqanlaryňyzga mı, en yakın dostlaryňyzga mı kesbiniz hakkında hiç narsa demesligimiz şart. Düşman devlet hakkında, düşmanning aramızdaki aygaqçıları hakkında uçur toplaş üçün gerek boladigan barlyk kesbi bilimlerini öýrenişiňiz gerek. Kesbinizde mahirleş üçün tirişişiňiz gerek. İlgirki ustu jasuslardan mı öýrenişiňiz şart bolgan nurgun bilim var. Hiligerlik, sahtipezlik kılışlarda mahirleşişiniz gerek. Kesipte mahir bulmasanız uzun yaşayamayısınız. Bunun sebebi şu, bu cangı toktaydı yani. Casusluk dünyadaki en koni kesiplerinin biri. Casuslukka ait tepilmelerinin 1000 yıldan mı avallağı doğru keladigan örnekleri var. Aslında Muşundaq tepilmelerinin bugün tepilişi kesbi noktadan aytganda bir muvaffaqiyetsizlikdir. Yani eğer şu vaqtki jasuslar
intayin mahir bo'lgan bo'lsa, shu ming yillarning oldidagi jasuslar mahir bo'lgan bo'lsa, bugun shular haqida mushu tepilmalar, ya'ni asoratiyqilar tepilmagan bo'ladi. Mushuning tepilganligi ashular uchun bir muvaffaqiyatsizlik. 1800 yıllardan başlap, yani 19. asırdan başlap, Rus imperiyasi ve Britaniya imperiyasi keyingi çağlarda kişiler tarafından çoğ uyun deb atalgan bir uruluş bilen qarshi tarafning planlarini oshkorlash uchun jasuslarni vazifalantirishga boshladi. 19. asrning 5-dan bir birinchi İngiliz jasusi Rossiya armiyasining Afg'onistondan o'tib Hindiston yarim orolini ishg'ol qilish harakatini to'xtatmoq uchun Char Rossiyaning planlarini oshkorlash yo'lida hayotini bag'ishladi. O'zingiz mansub bo'lgan istixborot organi bilan qolmay, boshqa istixborot organlari, tashkilotlari haqida uchurga ega bo'lishingiz kerak. Chunki istixborot harakatlarida ba'zida boshqa tashkilotlar do'stingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni istixborot almashtirish kelishimlari orqali ittifoqdosh davlatlar, strategik hamkorlar istixborot almashtirildi. O chaqda bu tashkilotlar do'st hisoblanadi. Lekin bu do'stlik intayin yuqori darajadagi sezgur ehtiyot ustiga qurilishi lozim. Chunki bir kundilla o dushmaningizga aylanishi mumkin va uningga berilgan uchurlar beshingizga balo bo'lishi mumkin. Ba'zida eng ashaddiy dushmaningiz bo'lishi mumkin. Her qandaq davlatning istixborot tashkiloti organlari bo'ladi. Hatta ba'zi davlatlarda bu ko'p qatlamli shaklda bo'ladi. Ya'ni harbiy istixborot, g'ayri harbiy istixborot. Bu ikki cho'ng tur ichida o'nlagan tarmoq turlar bo'lishi mumkin. Oldingi yildagi bir videomizda istixborot tashkilotlari haqida yetarli uchur bergandik. Shu bu yerda bularni ta'kidlamaymiz. Birinchi prinsip. Diqqat, bu kasbiy ish. Birinchi prinsip istixborot uchun kuzat. Ammo kuzatilma. Nima deganga? Sen boshqalarni kuzat, boshqalar seni kuzatanmasin. İstixborot xizmatidagi uchur to'plash faoliyatida eng ko'p salmoqni kuzatish egallaydi. Buni razvedka filmlari ko'rgan bo'lsangiz bilasiz buni. Razvedka, jinoyatga oid filmlarda ko'riladi bu. Shuningdekmi nayt ko'p narsa o'rgangan bo'ladi. Kuzatish orqali gumonliq odamlarning kishilik munosabatlarini aniqlash mumkin. Kimlar bilan uchrashyapti, kim bilan so'zlashyapti, kimga birini berib, birini olyapti. Bir munosabat tizimlik turg'izib, bir tizimlik turg'usining keyiniga tushish jarayonida uni tutish qoldirib ketmay, barliq munosabatlarini aniqlab bir shaxslar tizimligi. Munosabat halqasidagi har bir shaxs ustida keng ko'lamlik va inchik tekshirish olib berish kerak bo'ladi. Shundaqla tekshirish orqali bu tizimlikdagi shaxslarning kuzatish obyektimiz bilan bo'lgan munosabatlarini aniqlab. Chunki bu munosabat har xil bo'lishi mumkin. Istixborotchi sifatidagi munosabat bo'lishi mumkin yoki normal bir munosabat. Ularning kasbiy munosabatini ayirib chiqishga to'g'ri keldi. Bularning ichidagi ba'zilar faqat odatdagi bir dukkandor munosabat bo'lsa, satarman bilan alarman tipidagi munosabat bo'lishi mumkin. Ammo ba'zida texmi cho'ng biliqlarga uchrab qolish ehtimolligi bor. Obyektning kirib chiqqan eshiklari barliq adreslarni tizimlik qilinadi. Andan bu adreslar tekshiriladi.
Bularning ba'zilari haqiqatan jiddiy ma'noda tekshirish obyektimiz bo'lib chiqishi mumkin. Ba'zilari odatdagi xaridorlik munosabatlari bo'lishi mumkin. Qisqasi, uchur to'plash jarayonidagi eng keng qo'llaniladigan harakat kuzatishdir. Kuzatish savrchanlik talab qiladi. Mushukdek savrchan bo'lishga to'g'ri keladi. Bilasizlar, mushuk bir yo'chiqdan, bir to'shikdan chashqanning shapsini olgan bo'lsa, kuni bo'yi 12 soatlab midirlamay ash to'shikka qarab o'tiradi. Bu qadar sabr. Aradaki dikkatsiz bir minutdan foydalanib kuzatilayotgan obyekt diqqatimiz doirasidan chiqib ketishi mumkin. Chunki u bizni kuzatayotgan bo'ladi. Bizning qaysi chaqda dikkatsiz bo'lganimizni darhol bayqaydi-da, bizning kuzatish halqimizdan chiqib ketib qolishi mumkin. O chaqda biz u yerda bir yil o'ttasaqmi hech narsa hosil bo'lmaydi. O'zining kuzatilayotganligini sezib qolgan bo'lsa, agar kuzatilguchi ummi kuzatkichini kuzatishga boshlaydi. Shuning uchun birinchi prinsipning yerimi kuzatish bo'lgan bo'lsa, yerimi kuzatilmaslik. Ya'ni boshqalarni kuzataman deb, o'zing boshqalar tarafidan kuzatilib qolma deganlikdir. Kuzatilayotgan yoki emasligimizni har zaman sinoq qilib kuzatilmayotganligimizdan emin bo'lish kerak. Masalan, siz mashinada ketyapsiz. Keyningizda bir mashina agashganda tuyuldi. U holda siz ko'zlagan manzilingizga uftu basangiz bo'lmaydi. Uningga adresini berib qo'ygan bo'lasiz. Kuzatilayotgan yoki emasligingizni orqangizdagi gumonliq mashinaning sizga agishayotgan yoki normal endi keyningizga to'g'ri kelib qolgan bir mashina ekanligini bilish uchun bir qancha agimlarni, bir qancha ko'chalarni aylanib boqasiz. Agar u o'xshash mashina davomliq orqada ko'rinsa, demak u gumonliq. Yoki siz piyoda bo'lsangiz, bir ayol bo'lsangiz, ayollarning so'ngkisidan ayirmaydigan pardoz buyumlar ichida bir kichik aynak bo'ladi. Xohlagan chaqda bu aynakda yuzini ko'rayotgan qiyofatga kirib olib, orqasida quyruq bor yo'qligini tekshirib bakishga bo'ladi. Bu istixborot kasbiga oid bir so'z quyruq degan. Keyniga agishayotgan kuzatkichi quyruq deb ataladi. Yoki shahar ko'chalarida ba'zi do'konlarning aynaklaridan foydalanib orqa tarafini tekshirib ko'rishga bo'ladi. Agar siz orqangizga mo'l qilib qarasangiz, yo'chun u kuzatilayotgan odam meni sezib qopti deb darhol almashib oladi. Bu shilap kiygan uzun paltoliq odam g'oyib bo'lib, sherikini keyningizga sep qo'ydi. U yangi bir odam bo'ladi, shuning bilan xotirjam bo'lib qopqonga dastlab qolasiz. Buning uchun keyningizga qarayotganligingizni sezdirmaslik kerak bo'ladi. Do'konlarning aynaklaridan foydalanib yoki qo'ldagi bilan bir narsani yerga tushib ketdi qilib, ondan uni terish bahanasida yerga inishgan fursatda orqa tarafni kuzatish mumkin. Ammo buning belgili qilipi yo'q. Buning uchun bir oz ijodkorlik bo'lishi. Har sharoitga ko'ra shu muhitda hech kim bu nima qilishdi degandek kishilarning diqqatini tortmaydigan usul va shakllarni o'ylab topish kerak. Bunun kitapta birlikka kelgan bir shakli yo'q. Muhitga mos kelmaydigan bir usul qo'llanilsa, cho'qim kishilarning diqqati qo'zg'aladi. Agar orqada bir quyruq bo'lgan taqdirda, u texmi balda o'zini dalda qoladi. Kuzatish jarayonida o'ylamagan yerdan birasi kimligingizni so'rab qolishi mumkin. Shu chaqda sizda bir saxt kimlik hikoyasi tayyor bo'lgan bo'lishi, hech duduqlamasdan bu hikoyani aytib berishingiz kerak. Siz kim? Matqosim Axun.
Neden? Kiriyadan. Mayta ravan sözleyelişiniz gerek. Ama bu sahtı tercümal, sahtı kimlik. Teximi mühim boğunu tek turqınız, kolunuzdaki eşyanız bu kimlik hikayenizni tasdiqlaydigan bo'lishi kerak. Masalan, siz men kiriyadim dediniz bu. Ama sizning talabbuzingiz Ürümchining talabbuzi bo'lsa, ishimiz oqmaydi. Bir. Kiriya degan shahar emas. Asosan yeza hisoblanadi. Anda bo'lgandan keyin sizning taqqa turqingiz bek oliy bo'lib ketsa, uni maskanmay qolishi mumkin. Yoki qo'lingizda ko'tarib olgan narsalarınız uningga maskanmasa, yana chenib qolishingiz mumkin. Shunga qo'lingizdagi eşyanız bu kimlik hikoyangizni tasdiqlaydigan bo'lishi kerak. Masalan, bir jasus sifatida tavakkülçiliklarim nomli kitobni yozgan Robert Baden-Powell 19-asrning oxirlarida Angliya istixborot organining bir jasus sifatida Sharqiy Yevropada uchur to'plash vazifasini oladi. Bo'libmi Dalmachiya qalasining chidamchanligini, ya'ni tirajash kuchini belgilash vazifasini. Bu vazifa uchun Powell o'ziga kepinek ulgusi to'plag'uchi salohiyati bergan. Kepinek örneklerini to'plag'uchi. Bilasizlar, hasharashunoslik degan bir kasb bor. Kun Chung-shu Xitoychisi. Şu kasbda hasharatlarning örneklerini toplaydi. Yo'g'on bir qog'ozga jig'ni bilan qadab, onun astiga ismlarini yozib. Aşındaq bir salohiyatni o'ziga xo'p ko'ribdi bu Powell. Bu salohiyatga uygun bir hasharat tutadigan tor dala kezgichilarga uygun üstübaş kiyib, velosiped bilan qal'a atrofida aylanib, qal'aning bir xaritasini kepinek resmining qanot qismiga ustunlik bilan sizib chiqqan. Shundaqla qal'adagi to'purlashtirilgan nuqtalarni xuddi kepenekning qanotlaridagi dog' shaklida tushirgan. U sizgan bu rasmga qaragan odam uningda bir Dalmachiya qal'asining xaritasini bila olishi mumkin bo'lmaydigan darajada ustunlik ishlatilgan. Konu zamanning jasusluğu ko'proq jismoniy harakatlar, resmiy odamlar jasus avati shaklida bo'ladi. Ama hozirgi zaman jasusluğu tutulup qilish xavfi azaygan, önümü yuqori ko'tarilgan shaklga keldi. Biz ilgari tanishtirib o'tgan elektronlik jasusluq degandek shakllar. Tor, telefon qatorliqlarni bevosita kuzatish orqali bo'ladi. Bundan boshqa mikrofon, kamera o'rnatib qo'yish shakllari. Buni kinolarda doim ko'rib turasizlar. Buni qurt deb qo'ydi. Tarixdan bir misol. 1945-yili bir top sovetlik o'quvchi Moskvada turishlik Amerika bosh elchixonasiga bosh elchi William Avril Harriman'ga cho'ng taxtayga o'yilgan Amerika davlat tamg'asi taqdim qilgan. Bu tamg'a bilasizlar Amerika dollarida resmi bor. Qanotlarini echib turgan burkut, bir qo'lida bir tutam o'qyaning o'qini siqimdi olgan, bir qo'lida zaytun shox tutib turgan shakl tushirilgan tamg'a. Bosh elchi bu sovg'atga baxo'sh bo'lib ketgan. Uni darhol ishxonasidagi tamg'a astirgan. Amerika istixboroti taki 1952-yilga kelgandilar. Bu sovg'at tamg'ining ichida bir mikrofon, radio tarqatquchi borligini bilgan. 7 yil Sovet ittifoqi buningga yoshirib qo'ygan mikrofon orqali Amerika elchixonasining uchurlarini o'g'irlagan. Shunga istixborotchi shunday hushyor bo'lish kerakki, berilgan sovg'atlarni darhol qabul qilib ishlatib ketishdan burun uningda qurib bormi yo'q, astoydil tekshirib ko'rish kerak. Bunday sovg'atlar truva yog'och eti bo'lish ehtimoli bor.
To'g'ri, bu truva yog'och eti hammanglar bilib ketishinglar natayin bu atalg'ini. Truva yog'och eti siyosatda, istixborotda, davlatlar munosabatlarida ko'p misol qilinadigan bir idiom oltiga kelgan bir so'z. Bu Yunan efsanalaridagi mashhur bir hikoya. Truva yog'och eti. Siyaset taktikida ko'p misol qilinganlikdan men buni deb beray qisqaroq qilib, shunga buni bilib qo'ysangiz edi. Qadimgi Yunanliklar Truva shahriga ko'p qatim hujum qilib ololmay, rasvolachi mag'lub bo'lib chekinaveribdi. Keyin nayt cho'ng bir yog'och at yasab, uning ichiga bir qancha boturni yoshiribdi. Keyingi qatimda Truva shahriga hujum qilganda bu yog'och atni elib beribdi. Çekinganda yog'och atni tashlab qochibdi. Xuddi ep ketishga ulgurmagan qiyofatda tashlab qochibdi. Truvaliklar bo'lsa, yog'och atni bir o'lju sifatida Truva shahriga elib kiribdi. Kechida yog'och atning ichiga yoshirilgan boturlar atning qornidan chiqib, ichki tarafdan moslashibdi. Yunanliklar sirtdan hujum qilibdi. Shuning bilan Truva shahri munqariz bo'libdi. Mana shu hikoya. Mükemmel bir casus qanday bo'lish kerak? Casuslar uchun tashqi qiyofat muhimmi? Casuslarning jismoniy qurilmasi atletik bo'yida bo'lishi eng uyg'un hisoblanadi. Chunki bayqilib qolgan chaqlarda qechishga to'g'ri kelsa, har uchirgan odamning isida qolgudek darajada alayda egiz yoki bekmi pakar, beksimiz yoki bek o'riq bo'lmasligi kerak. Bunda bir ko'rgan odamning isida qoladigan bir xil chiroy turib bo'lsa, chataq. Undaq bo'lmaganda uni bir qitimli ko'rgan odam uning asosiy alayidligini aytib beradi-da, buning asosan tunji yipuchi hosil bo'ladi. Mijoz xarakter jihatdan hamma odam bilan kelishalaydigan, yumshoq xuyluq, uchuq mijozli, do'stona bo'lish kerak. Bu holda jamiyatga sinish, ya'ni dushman bir muhitda tezla atrofdagi jamoat bilan yug'urilib ketish mumkin bo'ladi. Har kim bilan bo'lgan yaqinlik uchur to'plash ishlari uchun nayt foydali bo'lish bilan qolmay, hatto yordam kerak bo'lganda xolis yordamchilarning ko'p bo'lishi jihatdan foydali. Endi ikkinchi prinsip. Seni birisi kuzatyotdi. Yoki haqning ko'zi senda. Bu doim esda tutishga tegishli ish. Hamma odamning ko'zi menda deb o'ylab, shuningga yarasha tadbirli bo'lmoq. Uyg'urlarda xufiyonilik haqida bu prinsipni quvvatlaydigan ikki tamsil bor. Buni balki ko'pchilik o'nglab bilasizlar. Buning birisi tamning quliqi bor. Yana birisi kunduzi gap qilsang oldaqinga boq. Kechsi gap qilsang eg'izni quloqqa yoq degan tamsil. Bir istixborotchi beg'am xarakterda bo'lmasligi shart. Har narsaga ishonadigan bo'lmasligi kerak. Her narsaning tagida ma'no aqtiradigan mijozda bo'lgani foydali. Har qachon meni birisi kuzatyotdi degan o'y bilan yurishi, o'zini xotirjam his qilmasligi kerak. Ehtiyotkorlik bu prinsipning jon tomiri. Bir istixborotchi vazifa muhitida bo'lganda har qachon o'zining asli kimligini doimla maxfiy tutish bilan birga saxta kimligiga uyg'un tarzda yurish turishini belgilashi lozim. Agar darhol qiyofatini o'zgartirish, kimligini o'zgartirishga to'g'ri kelsa, yangi kimligiga uyg'un bir hayot hikoyasimi yodda bo'lishi kerak. Bu holda bu yangi kimligini yolg'onga chiqarib turgan qiyofatda bo'lmasligi, yanchiqlardagi har bir ushoq qog'oz parchasi, qoldiq avtobus bileti, keraksiz talon degandek narsalarmi yangi kimlikni inkor qiladigan emas, uni quvvatlaydigan shaklda bo'lishini sal qaralmaslik kerak. Kimlik o'zgartirish odatda ikki xil bo'lishi mumkin.
Biri uzun müddetlik kimlik bulup, normalde aşkarlanıp kalmagan takdirde bütün hayatınız boyunca muşu bir kimlikte işinizni becirip yaşaverişiniz mümkün. Yoki her bir alaydı şarait, yoki her bir vazifa rayonida bir başka kimlikte oturup çıkışmam uzun müddetlik hesaplansı boludu. Qısqa müddetlik kimlik almashtirish favqulodda jiddiy hollarda faqat shu qatimliq krizisdan qutulib olish uchunmi bo'lishi mumkin. Masalan, bayqilib qoldingiz. Atrofda sizni kuzatayotganlar borligini, sizni tutmoqchi ekanligini sezdingiz. Bu holda siz biror fursat tepib, deylikki, xolaga kirgan qiyofatda bo'lib olib, diqqat qo'zg'aydigan yoki kuzatayotganlarning ko'zlari ugunib qolgan usti beshingizni ulu sizni beşidi şilepi var, küzüdü küzeynek var, yoki uçsida uzun plaş var. Paxtek tükürəndeki plaş dep bir yada bir obraz var onun kavlısında. Mana şu obrazni galat qilib etish uchun usti beshingizni almashtirasiz. Balkim küzeynek taqib olishingiz mumkin. Aslida küzeynek bo'lmasa. Yalğançaç giyiverişiniz mümkün. Hatta tırtık, maymak eğiz bulup bir hastayını verişiniz, aksap verişiniz mümkün. Degendekler. Bu vakitlik kimlik özgertiş. Bu halde siz tamamen bexatar bulup gitemeysiz. Şuna bununla işenç kılıp, ben bek tunu yanmaydıgan derecede oldum azar. Şuna hatırcam bolsam buludu. Muşnunlarla qutulaman deb o'ylasangiz bexudlik qilgan bo'lasiz. Chunki bunda ahvolni qarish tarafini biladi. Uni jasso'g'anlikdan uni biladi. Shunga sizning bunda tirtiq, maymoq eg'iz, oqsab ketayotgan holatingizdan texi bekrak gumonlanib, alayda sizni to'xtatib hüccetlerinizni tekşirmekçi buluşu mümkün. Şuna qutuldum deb o'ylab qolma. Yanchiqingizdan tepiladigan barliq hüccetler, keraksiz qog'ozlar, qo'limizdagi bo'g'jima yoki somkadan tortib kiyinishimizgacha bu kimlikka uyg'un bo'lishga yanada sal qarashga bo'lmaydi. Qarindoshlar, bu hazm qilish masalasi bo'lganligi uchun Şunda qısqa sözleyli. Vaqtimiz quruq gap bilan jiqrab o'tib ketgan bo'lsa-mu, kechiringlar. Bugun bu mavzu mushaqicha. Hammanglarga Allohdan salomatlik va muvaffaqiyat tilayman. Anglag'ininglardan Alloh rozi bo'lsin. Xayr xo'sh.